Mana shu bunday yo'ldan yurib, rahmatli Farhod Mannoqov gaplari esimga tushib ketadi. Tongi soat 7. Kimdirlar endi ishga ketyapti, kimdirlar ishdan qaytyapti, kimdirlar esa o'qishga ketyapti degan ma'noli gaplari bor edi. Assalomu alaykum. Hammalarga tuzimizda charchamayapsizmi? Mana sevimli aka-uka opa-singillarim, obunachilarim, hammalarga ertalabdan yaxshi kayfiyat tilayman. Kuninglar barakatli va xayrli bo'lsin. Bugungi kunda nima niyat qilgan bo'lsanglar, barchadan niyatingizga yetishinglarni so'ragan bo'lardim. Ushbu fursatdan foydalanib, foydali ma'lumotlar maslahat etmoqchiman. Sardor kafesining asoschisi sifatida. Sardor kafesining ish faoliyati ertalab soat tong 7 da ochildi. Mana xudo xolasa hamma narsani siz uchun qolamiz. Kech payt 22:00 gacha bemalol, bexijolat, ya'ni kelmoqchi bo'lgan aka-uka opa-singillarim hozirgi kunda juda ham biz mashg'ul bo'lib ketamiz. Alhamdulillah. Uzoq-uzoqlardan kelishyapti, shashlik yeyishyapti, kuksilarimizdan ichishyapti. Shu mashhur trendik kuksilarimizni shashlik, salat, qolgan quyuq suv ovqatlarimiz bor. Sardor kafesi to'g'ri variant, chunki bizda ovqatlarimiz juda ham ko'p va keng assortimentda qilamiz. Hammasi sizlar uchun. Joyimizdan ham muammo yo'q bizda, bilasizlar. Tepada pastda joylarimiz bor. Bizlarni gap o'tkazmoqchi bo'lgan onalarimiz bilishadi. Bemalol, bexijolat kelaveringlar. Bugungi kunda o'sha yaxshi kayfiyat tilagan holda kuninglarni boshlab olgan bo'lsanglar, biz kutamiz.